Assalomu alaykum, qadrli Zibroq treyderlari va qadrli obunachilar. Mana bugun biz Zibroq Funded Traderi, ya'ni yaqinda payout qilgan akamiz Rahmatullo aka bilan bugun sizlarni oldinglarda intervyu jarayonidamiz. Xudo xohlasa mana shu intervyuyimiz juda ko'pchilikka foydali va manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum Rahmatullo aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat, Xudoga shukur, sizni ko'rib turganimdan xursandman. Aka, o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot berib o'ta olasizmi, iltimos? Men Idrisov Rahmatullo, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan bo'laman. Trading bilan hozirda bir 2 yilga chamalash shug'ullanib kelyapman. Qanaqangi sistema bilan ishlaysiz? Hozirda men bozor strukturasi, support va resistance zonalari bilan ishlayman. Undan tashqari, mana shu prop tradingga kirib kelishingizdan oldin real shotda ishlaganmisiz yoki bo'lmasam umumiy mana shu propda boshlaganmisiz o'zingiz faoliyatingizni? Va yana bitta savolim, qo'shimcha qanaqa ish bilan shug'ullanasiz yoki bo'lmasam asosiy kasbmi trading? Birinchi oldin real balansda ishlaganman. Profitda yurganmiz, minusda ham yurganmiz. Keyin propni tanib, propni bilib, prop o'tganman. Keyingi savol bo'yicha o'zim studentman, hozircha ishlamayman. Qisqaroq shu. Aha, tushunarli. Xo'p, yana bir savolim borda, nima sababdan prop tradingni tanladingiz? Propda nima desa bo'ladi? Imkoniyat ko'p-da. Realga nisbatan, masalan, realda $100 solsangiz, $100 riskingiz kam bo'ladi. Propda esa risk qilishingiz ko'proq. Nima dedi? Imkoniyat ko'p bo'ladi-da. Ha, tushunarli, rahmat javob uchun. Undan tashqari yana bir savolim bor, ya'ni meni qiziqtirgan. Mana shu Zibrook kompaniyasini kim sizga tanishtirdi yoki bo'lmasam o'zingiz qidirib topdingizmi? Ziploc kompaniyasini shu Instagram tarmog'idan ko'rib bilganman. Mhm. Demak, mana shu Zibrook kompaniyasini demak topganingizdan keyin birinchi, ikkinchi etaplardan o'tib Fundedgacha bo'lgan jarayon bor-ku, mana shu payoutgacha bo'lgan jarayon. Ana shu Mhm. haqida ozgina o'zingizni tarixingizni aytib bera olasizmi? Ya'ni tajribangiz bilan ulashib. Misol uchun mana birinchi etapdan qanday o'tdingiz, ikkinchisidan qanday o'tdingiz, undan tashqari Funded account olganingizda qanaqangi sistema bilan ishladingiz va risk management. Boshida o'tolmaganman, 1-2 marta, 3-4, 5 marta sotib olganman. Keyin sekin-sekin o'rganib, mana u risklarni qanday boshqarish, keyin mana o'zimizni shaxsiy kabinetdagi nimalarga qarab, qayergacha belgilangan shularni ko'rib olib, sekin-sekin o'rganganman. Keyin Funded bo'lganman. Fundedda ham shu hammasi shu risk, psixologiya shunga taqalar ekanda. Xo'p, yana bitta meni qiziqtirgan savol. Mana shu minusdan keyin o'zingizni qanaqa tutasiz? Misol uchun aytaylik, over trade bo'ladimi? Ya'ni qanaqa deyiladi o'zbekchasiga? Qasos trade bo'ladi-ku. Boshida bo'lgan, keyin uni yo'qotishga harakat qilganman, lekin xatoda o'sha payt psixologiya buzilib ketadi. Keyin yana qilsa, yana xato bo'lib, minusga kirib ketish ehtimoli ko'proqda. O'shaning uchun siz o'zingizni boshqarasiz, maksimalni boshqarishga harakat Ha, qilasiz, to'g'rimi? harakat Bu qilamiz. savolni bu savolni so'rayotganim mana shu bizni kuzatib turgan treyderlarda agarda shunaqangi muammo bo'ladigan bo'lsa, ularga qanaqadir yordami tegadi degan umidda so'rayapmanda. Ana shunaqa holatlarda nima qilasiz? Baribir har birimizda bo'ladi-yu. Bo'ladi. Shu payt grafikni yopib tashqariga aylanib kelish yo boshqa ish bilan shug'ullanish o'zim to'g'ri deb bilaman, shuni qilaman-da. Mana Rahmatullo aka, mana shu Zibrookdagi MT5 platformadagi sharoitlar sizni qanchalik qoniqtiryapti? Hammasi yaxshi, xudo xohlasa. Komissiyalar yo'q. MetaTrader 5 platformasi ham biz uchun qulay foydalanish uchun. Aha, demak spreadlardan ham, komissiya yo'qligidan ham qoniqyapsiz, to'g'rimi? Shunday. Xo'p, undan tashqari mana shu Zibrook kompaniyasida o'zingizni rejalaringiz qanday kelajakdagi? Kelajakda endi shu depozitlarni ko'tarib, ko'proq 100 ming shotlargacha o'tish Xudo sekin-sekin, xudo xohlasa, xohlasa. Xudo xohlasa niyatingizga yeting va oxirgi savolim. Mana shu bizni ko'rib turgan prop kompaniyani tanlamayotgan yoki bo'lmasam endi o'zini faoliyatini boshlayotgan treyderlarga qanday maslahatlar berasiz? Boshqa treyderlarga birinchi navbatda katta foydani ortidan quvmaslikni, ikkinchi o'rinda bitta strategiyani tanlab olib, uni 10-15 marta, masalan,
kerak bo'lsa 100 marta ham takrorlab qilib, shuni yaxshilab o'rganib, shu bir strategiya bo'yicha foydalanishlarini maslahat berardim. Rahmat javoblaringiz uchun. Rahmatullo aka, biz sizga kelajakda ulkan zafarlar tilab qolamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni Funded Traderimiz Rahmatullo aka bilan bugun mana intervyu bo'ldi qisqacha. Umid qilamanki, barchalarga juda ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Rahmat katta. Rahmat sizga ham Rahmat. Rahmatullo aka. Xo'p, mayli. Rahmat sizlarga ham.